Elilik dаңlıq mal doktori Aziz Yildirim 1912-yili Qadir Taranchi ailesida dunyoga kelgan. 1914-yili Birinchi dunyo urushi boshlangandan keyin bo'libmi 1918-yili mazkur cho'ng urush oxirlashgandan keyin Munbat ili daryo vodisi Char Rossiyadan qochib kelgan oq o'rislar, tatarlar va boshqa nurg'un qo'shni xalqlarning ko'chish nishoniga aylangan. Shu vajidan G'ulji shahrini markaz qilgan ili vodisida Sharqiy Turkistonning boshqa yerida zodil ko'rilib boqmagan yangiliklar va o'zgacha sharoitlar vujudga kelib, ilidagi Uyg'ur farzandlarining jangovar, xushxuy va qo'rqmas bo'lib o'sib yetilishida zo'r rol o'ynagan. Aziz Taranchi boshlang'ich va o'rta maktab saviyasidagi bilimlarni Osmoniylar tavasidan ko'chib kelgan Yildirim taxallusliq bir kishidan olg'ashqa va uni chin ko'nglidan kuchlik hurmatlagashga Taranchi nomining o'rniga Yildirim nomini familiya qilib ishlatgan. Aziz Yildirim 1929-yili Toshkentdagi oliy bilim yurtiga o'qishga berib, mal doktorlik kasbida o'qib, 1935-yili o'qishni a'lo natija bilan tamomlab, G'ulji shahriga qaytib kelgan. U 1936-yildan boshlab 1938-yilgacha G'ulji shahrini markaz qilgan kang ili daryo vodisi, Tarbag'atay va Oltoy viloyatlarida dаңqi chiqqan dаңlıq mal doktoriga aylangan. Chunki u borganli yerda nuqul ot uloqlar va boshqa mol chorvalarni davolab qolmay, yana g'aflat uyqusida uxlayotgan xalqni uyg'otish xizmatini billa elib borgan. Shunashqa 1937-yildan boshlab butun Sharqiy Turkiston miqyosida cho'ng tozalash qo'zg'agan Jallod Shinseyning G'uljidagi g'olchilari Aziz doktorni 1939-yili tutqun qilib, qisqa mezgil G'ulji turmasiga qamab qo'ygandan keyin uzun o'tmayla atalmış xatarlik jinoyatchilar qatorida hozirgi Urumchidagi 2-turmaga yo'tkigan. 1942-yili kech kuzda Aziz Yildirim o'zini taniydigan va hurmatlaydigan bir necha qozoq yigiti bilan turmadan qochib chiqib, Jung'ariya qumliqini kesib o'tib, Oltoydagi Jallod Shinseyga qarshi qo'zg'algan qo'zg'olonchilar sepiga qo'shilgan. Aziz Yildirim dаңlıq mal doktori bo'lg'ashqa, qo'zg'olonchilarning otlarini yaxshi davolab va parvish qilib qolmasdan yana jang va urush strategiyasini o'zi bir qo'lliq tuzib chiqib, dushmanni eg'ir talofatga uchirtib, oz son bilan ko'p sonliq ustidan g'alaba qilishdek to'pi yaratqashqa, butun Oltoy qo'zg'olonchilari uni beshida ko'tirgan. 1944-yili kuzda ili daryo vodisidagi xalqmi dushmanga qarshi qo'zg'olon ko'tirib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini qurib chiqqanda, Oltoydagi qo'zg'olonchilar Oltoy viloyatini asosan ozod qilib bo'lgan edi. 1945-yili 9-oyda Oltoy qo'zg'olonchilari Sharqiy Turkiston Jumhuriyati Milliy ozodlik armiyasi bilan g'alabalik uchrashib, butun Oltoy viloyatini ozod qilgandan keyin Oltoy qo'zg'olonchilari Milliy armiyaga qo'shilgan. Ularning atamani Osmon Batur Jumhuriyatga qo'shilib ketish yo'lini tanlab, Oltoy viloyatiga vali bo'lgan. Aziz Yildirim shu chaqda Oltoyni ko'zdan kechirish uchun yetib kelgan Rais Jumhur Alixon To'rining taklifi bilan Oltoydan G'uljiga qaytib kelgandan keyin tinim topmay milliy armiya qismlarining otlarini davolash, o'q tekkan jarohatlarni tezdan saqaytish, charchigan otlarni asliga keltirish va otlarni yuqumli kasalliklardan uzoq tutish qatorliq nurg'un qiyinchiliklarni utuqliq hal qilib, 1945-yili kuzda polkovnik unvoniga erishgan. 1946-yildagi 11 moddalik bitim va atalmış birlashma hukumat qurilgandan keyin doktor Aziz Yildirim oldingi sapdan qaytib kelib, burunqidekla avom xalq uchun badalsiz xizmat qilish bilan kun kechirgan. Butun Sharqiy Turkiston xalqining ichini siqivatgan 3 yillik siyosiy buruqtumliqdan keyin 1949-yildan boshlab Markaziy Osiyoda vaziyat qattiq keskinlashib, avam xalq nima bo'lganini anqirib bo'lg'ichi bo'lgan qisqagina vaqt ichida
Sharqiy Turkiston yana bir qitimliq ishg'oliyat ostiga tushib qolgan. Sharoiti yor bergan oz sondagi Sharqiy Turkistonliklar ona yurtini tashlab chet ellarga hijrat qilishga boshlagan. Biroq nurg'un sharoiti bor vatansuyar o'g'lonlar bor kelgulikni xalqi bilan birga ko'rish uchun tavakkulchilik bilan vatandan ayrilmaslik yo'lini tanlagan. Doktor Aziz Yildirim ana shularning vakil xarakterlik shaxslaridan biri edi. 1951-yili martda Xitoy Ozodlik armiyasi Ko'knur, ya'ni Qinghayda Osman Baturni tirik tutgandan keyin shu yili 29-aprel kuni saharda Urumchida 300 necha nafar har millat tayanch kishilarini kollektiv holda darga osgan va etib o'ltirgan. Orqadanla xalq ichida umumyuzlik tosh qilish to'lqini qo'zg'ab 1949-yildan burun dushmanga qarshi qurolliq kurashlarga qatnashgan barliq kishilarni tizimlab chiqib, keng ko'lamda tutqun qilish harakatini qo'zg'agan. Doktor Aziz Yildirimmi shu qatorda 1952-yili qo'lga ilinib turmaga tashlangan. Shundan beri uning izderiki bo'lmagan. 1980-yillarda bir qism tirik shohidlarning aytib berganligiga qaraganda Doktor Aziz Yildirim dushmanning har turli yumshoq takliflari va tashabbuslariga aldanmay, dadillik bilan ularni so'roq maydonlarida mat qilgan. Uni so'roq qilib etib, birdinla so'roqchidan javobgarga aylanib qolganligini his qilgan dushmanlar doktorga tankilanmay, chidamaslik va g'oljirlik bilan uni qattiq qiyin qistoqqa elibmi tiz puktirolmay, oxiri uni etib tashlagan.